Hammaga salom o'rtoqlar. Ritual qanaqa bo'ladi deb ko'pchilik so'rashadi mendan. Ritualimiz mana shunaqa ritual bo'ladi. Shamlar yoqiladi, isiriqlar tutatiladi bu yerda. Buni isiriqlarimizni tutatib bo'lganman, o'rtoqlar prosta olib qo'ydim, yomon ko'rinmasin deb. Bitta qizimiz ritual, oilasi, eri qaytishi uchun, oilasi tiklanishi uchun ritualni oldilar. Endi yoshlari mendan kichkina ekan. O'rtoqlar, ritual shunaqa bo'ladi. Bu yerda faqat duolar o'qiladi. Bizning ritualimizda, mani o'zimning rituallarimda duolar o'qiladi, suralar. Ismi azam duolari, sevgi chaqirishda ham ismi azam duolari, suralar. Allohim bizga indirgan suralar o'qiladi. Sevgi chaqirish, aqlidagi insonni qaytarishda ham, oilasiga qaytishi uchun ham duolar, Alloh ismlaridan, suralardan o'qib, sevgi chaqirish, ritual qilib beraman o'rtoqlar shunaqa. Shamlarni yoqib. Agar ritual olmoqchi bo'lsanglar, WhatsApp, Telegram nomerimga bog'lansangiz bo'ladi. Imo ham ochganman. Hozir imodan ham murojaat qilsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Imoda ham o'zimning ismim Feruza Usmonova chiqadi, lotin harfida chiqadi. WhatsAppda ham, Telegramda ham 91 316 10 50 WhatsApp, Telegram nomerim. Bemalol murojaat qilaversangiz bo'ladi. Ritual olmoqchi bo'lsanglar, sevgi chaqirish, aqlizdagi kishini qaytarish ritual. Tozalash rituallarimiz bor. Ish yo'lingizni ochish, baxt yo'lingizni ochish. Baraka chaqirish duolarimiz ham, sehr, jodu, chorniy magiya, qora sehrlarni tozalash rituallarimiz ham shunaqa yoqiladi, 7 kun o'qiladi, otingizga, rasmingizga o'qiladi. Agar olmoqchi bo'lsanglar, WhatsApp, Telegramdan murojaat qilinglar. Imonni ham ochib qo'yganman. Imodan ham bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Video qilib tashlab beramiz, adresga chaqirilmaydi, onlayndan faqatgina video qilib otinglarga tashlab beramiz. Allohga omonat bo'ling, ko'rishguncha.